Aziz do'stlar, bizning parvonimizda bunday qilib berikka olib kelib tarib qo'yyapti mana shu paraxodchi. Ukshir qilyapti mana. Mana portga qaraysiz mana. Mana bu turbalar nimaligini bilasizmi? Mana qarang, juda ko'p ekan bu yerda. Bu zulling nimalar, 30 metr bormi, 25 metr bormi? Bu Germaniyaga o'zi yashil energiya juda rivojlanyapti-da. Shunga hamma joyga katta polyalarga shamol generatorini qurib tashyapti. Shunga mana katta kорабль orqali olib kelganda, mana Xitoydan kelganmi, kim qayerdan kelgan mana portga. Mana shu yerga portga olib kelib tushiradi-da, mana shu parraklarida bu shamol generatori parraklari ana shu. Parraklari, mana bu stoykasi, turbalari katta kорабль bilan kelib mana shu yerga taxlaydi mana olib. Shunga taxlab tushiradi-da, keyin bu yerdan katta ana furalarga ortib, gabarit olib ketgan furalarga ortib, olib borib polyalarga ustanovka qiladi mana shuni. Mana Germaniyaga juda ko'p ekan bu shamol generatori qurib tashlayapti. Yashil energiya rivojlanyapti bu yerga. Mana aziz do'stlar, qaranglar qancha. Tiqilib ketgan. Orqalariga taxlab tashlagan mana. Bu taraflarga, nariga taraflarga taxlab tashlagan. Kim necha million dollar turadi buni bittasi. Mana qanotlarida shuna parraylari. Port, Rostov port, Germaniya. Biz ham nazimizga yetib keldik. Bunaqa kорабльlar o'rtib olib keladi-da shu shamol generatorlari. Mana mashinamizga boraylik qani aziz do'stlar. Hozirlar mashinamizga boramiz. Bu ikkinchi mashin. Mana bu bizning mashin uchinchi. Bizning mashin.